Assalomu alaykum. Mana bu kishi Agrobank filialini kredit masalalari bo'yicha qonuniy amallashish qo'yisizlar. Nima masala savollaringiz bo'lsa, sizlar Farruh kredit kerakmi? Biron savollaringiz bormi? Biron masala bormi? Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli fuqarolar, hurmatli tadbirkorlari. Mana bugun tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz Sohibkor mahallasiga navbat keldi. Avvalambor hammalaringizni vaqtlarida ajratganingiz uchun rahmat. Bank mahsulotlarini tekshiradigan bo'lsak, bank produktlarini tekshiradigan bo'lsak, tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Jumladan bank produktlardan mahalla loyihasi doirasida biznesga birinchi qadam hamda Prezidentimiz 312-sonli qarorlar doirasida kreditlarimizni ajratib kelamiz. Jumladan mahalla loyihasi doirasida kreditlarimiz 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan yillik 25% dan fuqaroning plastik kartasiga, o'zini o'zi band qilgan fuqaroning plastik kartasiga ko'chirib beriladi. Xuddi shunday biznesga birinchi qadam produktimiz esa 17 milliongacha 4 yil muddatga 6 oy imtiyoz davri bilan bu ham 25%, bu ham o'zini o'zi band qilgan fuqarolarni plastik kartasiga naqd ko'rinishda ko'chirib beriladi. Tadbirkorlik yo'nalishida nimadir, masalan, mol olaman, naqd sotib olaman, perisini qimmat bo'lib ketadi degan agar nimalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Yuridik korxonalarga keladigan bo'lsak, oldin imtiyozli kreditdan olib maqsadli foydalangan yuridik korxonalar borlar, masalan 400 millionlik deymiz, maqsadli to'lovdan olingan oilaviy tadbirkorlik doirasida olib maqsadli foydalanib ijobiy kredit tarixiga ega bo'lgan fuqarolarga bu ham 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan yillik 21% dan ajratiladi. Bu pul ko'chirish yo'li bilan ajratiladi. Ya'ni nimadir mahsulot sotib olmoqchi bo'lsangiz, pul bevosita mahsulot sotuvchining hisob raqamiga ko'chiriladi. Siz mahsulotni sotib olasiz. Ya'ni pul olmaysiz, mahsulotni olasiz o'sha yetkazib beruvchidan. Xuddi shunday yoshlarning tadbirkorligini rivojlantirish uchun Prezidentimizning 60-sonli qarorlar doirasida kreditlarimiz bor. Bu yillik 18%, 7 yil muddatga 1 yil imtiyoz davri bilan eng bir tadbirkorlar uchun, yosh tadbirkorlar uchun yana qulay tarafi 3 oy foiz to'lovlaridan imtiyozlari bor. 3 oy foizdan to'lanadi. Faqat qishloq xo'jaligidagi chorva asalari yo'nalishlaridan boshqa barcha yo'nalishlarda bu kursimizni ham ajratsak bo'ladi. Shuni hudud toifasidan kelib chiqib, yashil ta'mir kreditlarimiz bor. Uy-joyni ta'mirlash maqsadida bu 20 yilgacha hisoblanadi. 140 million, 170 million. Tafsil bilan ajratiladi. Yillik 19-20% dan ajratiladi. Uy-joylarni ta'mirlashiga. Xuddi quyosh panellari, hozir rivojlangan soha, quyosh paneli quramiz sizlardan hamma turdagi kreditlarimiz bor. Mana bu yoqda mahalla agentimiz Lutfiya faoliyat yuritadilar, mahalla bankirimiz faoliyat yuritadilar. Bemalol nima savollar bo'lsa bersalar, qo'ldan kelgancha yechim topib, agar biron bir savollar bo'lsa maslahat berib harakat qilamiz yordamlashishga. Quyosh paneli qo'yish uchun ham kredit ajratiladi. Davr bo'ladi 1 yildan 2 yilgacha imtiyoz davri bo'ladi. Lutfiya uyga o'tkazdi quyosh paneli, Telmanaka o'tkazdilar. Unga hech qachon sizlar zarar qilmaysizlar. Yana Farruhjon bitta sizlardan iltimos, men xalqimni juda ham yaxshi ko'raman. Siz tadbirkorlik deb aytyapsiz. Bergan eng zo'r mayiz yetishtiriladi. Lekin uni katta foydasini unutib qiladi. Men bu bilan viloyat hokimiga ham bir vaqt chiqqanman. Shularga shunday texnologiyani sizlar topib berishga yordamlashishlaringiz kerakki, o'zlarini mayizlarini o'zlari qado qilib, o'sha chetga eksport qilish, o'zimizning savdo magazinlariga, o'zimizning simichka kopka bo'lib, yoki o'zimizning chakkani olib, ertib urib upakovka qilib magazinlarimizga ketirib beryapti. Biz qilib bilamizku o'sha narsani. Ana shu sohada ham martaga men ham tushunaman, bir martaga hamma ilib olmaydi. Chunki meni o'zim birinchi marta eshitganimdan bir eshitdim, 2 eshitdim, 3 eshitgandan keyin men ilib oldim. Endi hozir Farruh asosan kredit masalasida gapirdi. Endi bizning fuqarolarga to'g'ri keladigani qaysi? 1 milliondan 17 milliongacha beriladigani,
1 milliondan 50 milliongacha beriladigani. Endi 1 milliondan 17 milliongacha beriladigani bu 4 yillik 6 oy imtiyozli davri. Bu ishsiz fuqaroga beriladi. Ham sug'urta bilan ham bo'lish mumkin, kafil bilan ham bo'lish mumkin. Kafil bo'lsa sug'urta kerak emas. Endi 1 milliondan 50 milliongacha oladigan bo'lsa 5 yillik 2 yil imtiyozli davri. 2 yil foizini to'laysiz, ya'ni 1 million 65, 1 million 70 mingdan keyin 2 million 300 ga chiqadi, keyin sekin tushib ketadi. Bu 5 yillik. 5 yil degani 31-yilgacha. Biza ana shuni targ'ib qilishimiz kerak. Endi bu kredit nima uchun beriladi? Bu ana shu biz aytadigan kreditning eng nimasi qulay tarafi, shunday borasiz, agar har tarafdan to'g'ri kelsa 1 soatga qolmay o'sha plastikka pul qilib tashlab beradi. Plastikni ham hozir bankka shunday bo'ldiki, bir paytlar boraydilar, 30 mingga olaydilar. Hozir plastikka bepul, plastikka pulni tashlaydilar. Endi sizlar kelasizlar, yo mol, yo qo'y, yo tovuq, yo bog'ingizga shpaler kerak, ishlash kerak, ana shu narsani olasizlar. Endi domlamiz hozir quyosh paneli haqida gapirdilar. Endi birinchi savxozga hech kim hali aholi qurgani yo'q, men boshladim quyosh panelini. Endi hozir endi oladilar. Birinchi nima qilinadi? Birinchi bo'lib yagona darchaga ariza berish kerak. Uy-joy kadastr o'zini o'tiga bo'lish kerak. Birinchi ish shu. Ikkinchi hozir bir olsak-da, shu yilning oxirigacha bizdan yopsak, yetdim. Bu foizi qancha bo'lib ketadi uni? Misol foiz bo'ladi. Mana bunayda akajon endi sizga bir qishloqcha tushuntiradigan bo'lsak, 17 millionni oldingiz 6 oy imtiyoz davrida endi bilamiz. O'zim ham shirkatda bilamiz. Sezonda bir ara keladi qo'yilsa pul yopasiz uni. O'zim sezonda yopiladigan narsa. Bu ishlatgan davringiz uchun foiz to'laysiz. Ya'ni 6 oy ishlatdingizmi, 400 mingdan to'lab bordingiz. 400 mingdan foizini to'lab bordingiz, 350 mingdan foizini to'lab bordingiz. Mana shu to'laganingiz qoladi. Yana borasiz 17 million so'm pul bilan borasiz, kredit yopasiz. Kelgusi davrdagi siz menga 20 million qilib topshirishingiz kerak edi, siz menga 25 million qilib topshirishingiz kerak edi degan narsa bo'lmaydi. Ishlatgan davringiz. Keyin ana kelasiz 17 millionni yopmadim. Menga 7 million bor, unaga qana beradi. Mana borasiz 7 million so'm shu kun yopasiz. Ertaki kundan uje sizga 10 milliondan foiz so'raladi. 17 milliondan emas. 10 milliondan foiz. Qolgan summadan foiz so'raladi.